Salam dostum. Əlgün bağçısıga xuş gəldiniz. Növətdə Əziz Əysa Əlgünның qalb sadalarını anlang. Söygü və insanlıq. Əziz Əysa Əlgün. Hindistanның tinchlikparvar mustaqillik doisi Mahatma Gandhi mundaq degan. Siz insonlikqa bo'lgan e'tiqodingizni yo'qotmang. İnsanlıq o bir dengizga o'xshaydi. Gerçi okeanga bir qancha tomchi maynat suv tushsa-mu, ammo butun okean suyini maynat qilolmaydi. Biz hammamiz bu dunyoga sevgi bilan keldik. Sevgi bilan yashaymiz va oxirida biz dunyodan bizni sevganlarning sevgi yoshlari bilan vidolashamiz. Biz odamlar odamiyligining gul toji sevgidir. Odamlar boshqalarga sevgi ato qilish badaliga o'zi suyuladi va izzatlanadi. Sevgi odamlarga o'zaro madad, hurmat, kuch-quvvat va ilhom baxsh etadigan, odam hayoti uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan ruhiy soflikning kapolatidir. Albatta, insonlik sevgi uqumi va qo'llanilishi nuqul holda xos bir shaxsga qartilmasdan, balki biz cho'ng bo'lgan bir uydan bu dunyoga apridi bo'lgan kunimizdan tortib, ota-onamiz bizga hadiya qilgan sevgidan boshlanib, biz tava bo'lgan qavm, bir butun jamiyat, bir butun millat va butun bir vatan, hatto dunyoni o'z ichiga olgan doirada bo'ladi. Sevgi inson tabiatidagi eng esil xususiyatlarning biridir. Sevgi kishilarni odamiylikka, o'zaro insonlikning barliq yaxshi amallarni qilishga undaydigan odam ong sezimidagi tangdoshsiz bir hayotiy kuch. Odamlar bir-biriga sevgi ato qilish orqali o'zaro ruhiy oziq oladi. Hayotidagi ma'naviy ojizlik ustidan g'olib kelalaydi va ruhdagi ma'naviyat g'albiligini to'ldiradi. Sevgi yana keng uqumda mehr muhabbat atalg'usi bilan odamiylikning tub xosligi va xarakteriga simvollik qiladigan bilish ong qurilmasidagi eng muhim iqtidor bo'lish bilan birga, bu iqtidorning odamlar tug'ilgandala tabiiy gen irsiyat orqali o'z ajdodlariga varislik qilishi bilan davom etgan bo'ladi. Mana biz yashayotgan turli jonivorlarga to'lgan bu yer sharimizda sevgi va mehr muhabbatni o'z ichiga olgan bilish, sezish, tuyish, fikr qilish, so'zlash va hayot faoliyatida yaratgan tuyg'ularni keyingi avlodlargacha miros qoldirish qatorliq inson geni iqtidorlari faqat va faqat odamga xos bo'lganligi uchun biz o'zimizni yaratilgandan buyon odam sezimimiz bilan odam deb atagan, boshqa jonliqlardan farqlanib yashaydigan hayot odat va qonuniyatlarni barpo qilgan ham inson hayotini texmo takomillashtirish uchun uzluksiz izlanayotgan bir tafakkur qilish iqtidoriga ega jonliqdirmiz. Tug'ilish va mamatlik inson hayotining boshlanishi bilan oxirlashishdan iborat ikki nuqtada o'z ma'nisini topganiga o'xshash, mehr muhabbatmi sevgi va nafratni o'z ichiga olgan holda navbat bilan o'rin almashtirib turadi. Inson qalbidagi sevgi har vaqt g'azab, nafrat bilan kurash qilib turadi. G'azab kuchlanganda sevgini o'ldiradi. Sevgi ustunlikni egallaganda g'azabni yo'q qiladi. Odam ishki dunyosidagi mundaq to'xtovsiz turda hissiy tuyg'uning doim almashib turishi odamlarning aqli bilishini, o'zaro o'z atrofidagi odamlarga, shay'iy va yashash muhitidagi hodisalarga qarata qanday muomala qilish iqtidorini uzluksiz to'liqlaydi va takomillashtiradi. Har qanday bir jamiyatdagi yashash muhiti shu jamiyatda yashayotgan odamlarning ruhiyati va psixikasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Odamlarning yashagan muhitdan egallagan hayot kechirmishlari asosidagi bilishi, tafakkuri muayyan holda yana o'z jamiyatining o'zgarishiga ta'sir qiladi. Moddiy ehtiyoj odam hayotining tub hayotlik kapolati bo'lsa, sap ruhiyat go'zal insoniy axloqni o'z ichiga olgan
ma'naviy boyliq va hayotga to'lib toshgan qizg'in sevgi odam hayotining sapo va sifat tarozisidir. Agar odamlarda yoki bir jamiyatda bundaq insonlik sapo tarozisi xunuklishi ekan, undaq odamlar to'pidan va jamiyatdan sevgi yo'qoladi. İnsanlıq mehr-muhabbət və sevgidən müstəsna cəmiyyət xuddi bir yavoyi hayvanatlar bağçısıga o'xshagan bo'ladi. Sevgi yo'qolgan cəmiyyətni angliqlikdan müstəsna holda cəmiyyət təvə bo'lgan hokimlikning ijrosi zo'rliq kuchlari tizginini tutgan bo'ladi. Qisqasi, sevgi yo'qolgan cəmiyyət bir bemor odamga o'xshab qoladi. Agar bir odamning yurak kesili bor bo'lsa, u odam o'z kesilini uzil kesil davolatish fursatidan mahrum qolgan bo'lsa, eng oxirida shu kasallik sababli hayotini oxirlashtirganga o'xshash bir jamiyatmi o'zidagi ochiq va yoshirun kasalliklarni o'z vaqtida tonib, to'g'ri diagnoz qo'yib, yiltizidan davolash elib bormaydi ekan, u jamiyat ro'naq topolmaydi va oxiri zavollikqa yuzlanadi. Demak, bir jamiyat odamlari orasidagi insonlik sevgisi shu qadar muhimki, u til va dillari o'xshash bo'lmagan odamlarga sevgi, insonlik qadr-qimmat, barobarlikdan iborat shifoliq malhamlar orqali o'zaro tushunish, hurmat va ishonch yuksaldiradi. Odamlar aro insonlikning chin haqiqatini toniydi. Insonlik mehr-muhabbatga to'lgan jamiyat xuddi xushbiroqlik gul-giyolarga to'lgan, g'azalchi qushlar sayrashgan bir bog'chaga o'xshaydi. İnsanlıq sevgisining kuchi va shifoliq roli o'zaro farqli bo'lgan madaniyat, e'tiqod va qimmat qarashlarga ega odamlar to'plamlari birga to'plashib yashagan jamiyatda texmi gavdalik bo'ladi. Ko'p millatlar va madaniyatlar aralashmasidagi muhitda odamlarning o'zlaridagi xoslikqa ega farqlar tufaylidan kundalik turmushida yoki undaq o'qishmaslik yoki mundaq ko'ngil og'riqlaridan xoli bo'lolmaydi. Ammo agar shu jamiyat kishilari orasida o'zaro ishonch asosida yetilgan insonlik sevgisili bo'ladi ekan, har qanday shakldagi o'rinsiz ko'ngilsizlik va dil azorlig'ining, hatto qo'rqinchli insonlikqa yot badallarni to'lashlarning oldini olishga qodir bo'la oladi. Chunki ular orasidagi insonlik sevgi odamiylik axloq bor bo'lgan bo'ladi. Shunga vaqti soati kelganda yuz berib turadigan masalalarni hal qilishda shu jamiyatdagi odil qonun yetakchi bo'lsa, odamiylik, insonlik sevgi tashabbuskor bo'lgan bo'ladi. Axir mas'uliyatini insonlikning hamma e'tirof qiladigan umumiy mantiqsiy doirasida hal qilishga qodir bo'la oladi. Odamiylikning eng esil sifati va gul toji bo'lgan insonlik sevgisining ham ikki qarama-qarshi tarafi bo'lgan bo'ladi. Agar bir jamiyat to'pida yashaydigan odamlar orasida sevgi yo'qolsa, buning ziynini boshqa insonlar emas, aynan shu jamiyatda yashayotgan odamlar tunji tortadi va bu sevgisiz jamiyat uchun sonsizlagan ruhiy va moddiy qurbonliklarni to'lagan bo'ladi. Undaqda biz tariflayotgan odam axloqining gul toji insonlik sevgisi qayerda? U ikki yerda. Birinchi, u har bir odamning yuragida. Ikkinchi, u kitobda. Chunki odam bolasi tunji aprida bo'lganda eng avval uning yuragi so'qib jon kiradi. Kitob, ya'ni o'qish, ma'arif. Bu odam bolasiga hamma bilimlarni o'rgatadi. Uning ichiga butkul odamlarning dunyo va koinotni bilish tarixi va kelgusida qanday yashash kerakligidek hayot qonuniyatlari mujassamlangandir. Biz insonlik sevgiga qanday erisha olamiz? Boshqalarga mehr-muhabbat, shafqat yetkazish orqali. Agar siz hayotingizda boshqalarga mehr-muhabbat, sevgi ato qilgan bo'lsangiz, siz ato qilgan shu sevgi hamon bir kuni o'zingizga qaytib keladi. Siz bu dunyodan vidolashgandan keyinmi, nurg'un odamlar hayotingizda qilgan yaxshi ishlaringiz uchun sizni doim eslab turadi. Sevgi muqaddasdir. Chunki sevgi hayot mamotlikdan tug'ilgan. U inson qalbining cho'nqur qatlamlariga yoshirilgan. Vaqti soati kelganda bahorning suzuk va sap tog' suvlaridek jilg'alardan shildirlab eqib, eng oxirgi manzili daryo va ko'llarga quyilib, tabiatning hayotiga uzilmas hayot kuch qo'shib turganiga o'xshash, g'azablanganda xuddi yonar tog' vulqonlari kabi portlab chiqib,
hayotlikdagi g'azab nafratlarni har tarafga chochirtib, insonlikdagi razilliklarni o'z o'tlarida kul qilib kuydirib tashlay oladi. Biz insonlarda ana shundoq o'z tasavvurimizdan halqigan mislsiz jismoniy, ruhiy kuch-quvvat bo'lganligi uchun biz bu planetdagi barliq jonliqlarni yengib, o'zimizni bu zaminning xo'jayini qilganmiz. Сөйгү hayotlikning kapolatchisi va davomchisidir. Сөйгү bu so'z tarjimonsiz, hamma inson tillarida eng asos tushuniladigan so'zdir. Dunyodagi o'xshamagan irq, millat, xalqlar orasida ishonch va insonlik сөйгүga erishishning eng to'g'ri yo'li o'zaro saqlanadigan farqlarga angliqlik bilan hurmat qilish orqali tushunishni ilgari surishdir. Biz hammamiz bu dunyoga сөйгү bilan keldik. Сөйгү bilan yashaymiz. Va oxirida biz bu dunyodan bizni сөйгәнләрнең сөйгү yoshlari bilan vitalashimiz. Odam hayoti qisqa bo'lganligi uchunmi biz insonlarda сөйгү shu qadar kuchlidir. Siz o'z uyingizda yoki siz yashayotgan jamiyatda сөйүш va сөйүлишsiz hayotni tasavvur qila olamsiz? Yo'q, mumkin emas. Chunki bu dunyoga odam opriydi bo'lgandan buyon hech odam toki bugungacha insonlik сөйгүдән mahrum yashab boqqan emas. Qani do'stim, sizmi keling? Qo'lni qo'lga, qalbni qalblarga tutashtiraylik. Ko'ngli sunganlarga ko'ngil, puti sunganlarga put, qo'l bo'laylik. Uyg'urlarmi insonlik сөйгүсі bilan ko'kliyalaydi. Yashnayalaydi va kuchlanalaydi. Bu hayot qisqa. Bizdan keyingi avlodlarga qoladigini faqat сөйгүдür. Chunki bu сөйгүләрni sizga ota-bobolaringiz omonatga qoldirgan. 2014 yil 14 mart London